Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, azizlar. Sizlarga 3 shoxli nervning nevralgiyasi haqida va uning davosi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. 3 shoxli nevralgiyasi bu nerv tolasidagi og'riq berish, ya'ni nervdagi og'riq ma'nosini beradi. Bu turli sabablarga ko'ra yuzaga kelib chiqishi mumkin. Bularni biz asosan konservativ va jarrohlik yo'li bilan davolaymiz. Konservativ yo'l bilan davolashda nevropatolog bilan birgalikda kompleks terapiya va nerv tolasining chiquvchi teshiklar sohasida blokadalar olib boriladi. Natijalar blokadalar ta'sirida bo'lmagan jarrohlik yo'li bilan davolash taklif etiladi. Biz taklif etayotgan usul o'zining natijaviyligi va davomiyligining uzoqligi bilan boshqa usullardan ustunlik qiladi. Siz va atrofingizdagilarda agar shu holat kuzatilsa, quyidagi ilova orqali raqamlarga murojaat etishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.